Denov tumani Qo'zichoqli mahallasi hududidagi yoshlar sanoat zonasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, qadoqlash va eksportga yo'naltirishga mo'ljallangan sex faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu yerda yillik 50 tonna limon, 30 tonna xomaki uzumdan shinni tayyorlash va 30 tonna meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlab, murabbo mahsulotlari tayyorlash, shuningdek, ho'l mevalarni quritish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Muxbirimiz batafsil mavzu haqida so'z yuritadi. Mazkur sexning eng katta yutug'i shundaki, quritilgan mevalarning narxi yangi holatdagisinikidan aslo qolishmaydi. Ayniqsa, quritilgan mevalarga Yevropa va Osiyo mamlakatlarida talab nihoyatda katta. Natijada bu jarayon orqali nafaqat mevalar qadrlanadi, balki ular iqtisodiy jihatdan ham yuqori daromad keltiradi. Bu mahsulotimizni hozir eksport qilishga imkoni yo'q. Bunga vaqt ketgan, ta'mi juda ham yaxshi hisoblanganligi uchun eksportga qayta ishlab qilib eksport qilsak, tan narxi oshadi hamda dehqonlarning qo'lida, xalqimizning qo'lida yana qaytadan mablag' imkoniyatlari kengayadi. Bu oddiy holda quritilganini eksport qilishga qiyin bo'ladi, lekin bu dastgohda tez qurilganligining sababi va sifat teguvchiligi xaridorgir bo'ladi-da bu. Yangi texnologiyalarga asoslangan bu sex eksport salohiyatini oshirish barobarida mahalliy aholining bandligini ta'minlashda ham muhim rol o'ynamoqda. Mevalarni yuvib, chayib, to'g'rab, sanolardan o'zini asbobi bor to'g'raydigan. Shuni to'g'rab quritamiz. Keyin upakovka qilamiz. Endi gradusnik baland qilsa tezroq quriydi, pastroq qilsa 1 sutkada quriydi. Bu tashabbus mahalliy dehqonlar uchun ayni muddao bo'ldi. Endilikda ular avvalgidek shikastlangan mevalarni tashlab yubormaydi yoki zarar bilan sotmaydi. Aksincha, ularni sexga topshirish orqali yuqori daromad oladi. Endilikda meva-sabzavotlar faqatgina yangi holatda emas, balki yuqori qiymatli eksportbop quritilgan mahsulot sifatida ham xalqaro bozorga kirib bormoqda.